Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar. Qo'yish quvozlari, qo'chqor ishquvozlari va mana bunday toza arashan nasldor qo'chqor ishquvozlari. Akalar, mana bu yerda boqilayotgan qo'chqorlar bor ekan. Xudo xolosa bular haqida sizlarga ma'lumotlarni chiroyli qilib obzor qilib olib berishga harakat qilamiz. Videoda kuzatishda davom etsalaring. Videoni boshlashdan oldin kanalimizda yangilar obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yinglar. Hozirda biz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i Islomjon akamizning xonadonlarida boqilayotgan qo'chqorlarni video syomka jarayonidamiz. Xudo xolosa Islomjon akamiz bugun bizlarga bu qo'chqorlar qanchada tayyor bo'ladi, nima yeydi, shular haqida ma'lumotlarni beraveradi ekan. Assalomu alaykum, Akmalxon qani? Assalomu alaykum, o'zingiz yaxshimisiz? Sizmisiz? Assalomu alaykum obunachilar. Xo'p, hammalaringga bugungi kun xayrli bo'lsin. Hammani chorvasiga, dehqonchiligiga, ishiga Alloh barakasini bersin. Akalar, sizlar uchun ozgina endi o'zimiz bilgancha sizlar uchun foydali video qilmoqchimiz. Shu videoni boshlashdan oldin like bosib, mana shu kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolsa kanalimiz rivoji uchun like bosib qo'yib, kanal kommentariyaga otangga rahmat yozib qo'ysaring, videomiz keng tarqalish uchun bizga ozgina yordam bo'ladi akalar. Va dehqon akalarimizga bilmaganlarga endi o'zimiz bilganimizni aytib o'tamiz. Jicha ozgina yordam bo'ladi. Xudo xolosa yaxshi chiroyli qilib obzor qilib beramiz. Qo'ldan kelgancha. Kamchilik bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Mayda 20 tadan oshiqroq qo'chqorimiz bor, boqqan tashlaganmiz. Bularni video davomida hammasini ma'lumotini berib o'tamiz. Oxirigacha ko'raverasizlar. Qo'chqorlarni ham o'sha toza zotligidan faqat sarig'idan tashlagan ekansiz. Hammasi bitta terilgan, Akmalxon. Ularni ham dumbas tikka yeridim qo'chqorlar ekan. Saylangan qo'chqorlar Qirg'izistonning Bishkekidan kelgan. Yuzlari ham o'ta tiniq. Nasldor zoti bor, liniyali qo'chqorlar. Hammasi Qirg'izistondan olib kelganmiz bularni. Hammasi Qirg'iziston bo'ylab, Qirg'iziston Bishkekdan kelgan. Qancha bo'ldi kelganiga? Kelganiga 2 oy bo'ldi. 2 oydan beri sekin o'zimizning rejimda yemni beryapmiz. Ha, yaxshi-da. O'zgarish yaxshi, Xudoga shukr. Jonivorlar. Bular hammasi terilgan, oyoq qo'l uzun, liniyalik zot bor. Qo'chqorlar hammasi zo'r qo'chqorlar mana. Ko'z tegmasa. Bir xil formada. Hammasi bo'ybasti ham terilgan. Oyoqlarni qarang. O'yladi qarang. O'ta zo'r bo'ylar ekan. Bularga nima beryapsiz? Xo'p, Akmalxon bularga beryapti turgan narsamiz. Xo'p, makka, bug'doy, arpani qaynatilganini beramiz. Bu ham xudo xolsa ertaga hammasini chiroyli qilib bir boshdan obzor qilib beramiz. Hozir sharoit yo'q, imkoniyat yo'q. Ertaga hammasini alohida yemlarni ham ko'rsatib, endi hozir o'zimiz bo'lgancha aytib beramiz. Bularga makkani pishgani, bug'doyni pishgani, arpa, uchalasini qaynatib, kepak, haligi paxtani atxoti bor, chuluq. Tozasidan beramiz uni. Shunda to'q tutadi. Qorin to'q tutadi. Bir kunda aralashtirib beramiz. Bir kunda necha mahal beriladi bularga? Bir kunda 2 mahal. Ertalab kechqurun. Ertalab kechqurun. Hashagan beriladimi? Endi yem berishdan oldin yarim soat oldin hashak tashlab qo'yamiz. Hashak yeb olishadi. Bundan keyin yemni bosib qo'yamiz. Yem yeyishadi, yotishadi. Abitda suv beramiz. Xudo xolasa bunaqa ko'p boqish haligi emas. 2ta 3ta boqib turgan obunachilarga ham tavsiya qilamiz. Akalar, rejimda boqsalar ham qo'y zo'r o'zgaraveradi. Soatiga qo'yib olib boqsalaring, bunaqa qilib palapar tashlab qo'ysalaring, muncha bersam tez semiradi, ko'p bersam tez semiradi. Akalar, bularga qancha ovqat bersalaring yeb qo'yaveradi. Bitta molda ovqatini bersangiz ham kechgacha yeb qo'yaveradi. Shuning uchun rejimda hammasini bir me'yorda qilib olib bersalaring, o'zgarish yaxshi bo'ladi, effekt katta beradi. Keyin rasxoti ham kamroq bo'ladi, tez semiradi. Qo'y bo'kib qolmaydi, ozib ketmaydi. Jonivorlar o'ta zo'r qo'chqorlar ekan, ko'z tegmasa o'zgarishlari ham zo'r bo'pti. Jonivorlar ko'z tegmasa, xudo xolasa qo'ylaringiz zo'r. Bular endi bularni analizga chiqaramiz, sotuvga chiqaryapti. Sotuvga chiqaryapti ham chiqariladi. Sotuvga chiqarilganda ham chiqariladi. Xudo xolasa kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'linglar. Bular hammasi qo'zimi hali? Hammasi qo'zali tish uzmagan. 10 oylik atrofida akalar, bularni junni olish ham shart emas, tuz tulashga kelibdi mana. Boshladi, moladi ham ko'rsatinglar. Tulashga kelibdi o'zi mana. Junlari sekin to'kilib tushgular, illiklarni qarang, baquvvatligini. Aprelga chiqib hammasi junni to'kib bo'ladi bular.
Uni taglari ham ortiqcha kachga cho'kib ketmas ekan, o'sha chulluq berilganiga O'sha sababi. sabab chuluq. Ha. O'sha tagini ham quruq tutadi, keyin ko'p sigirmaydi u. Ha. Lekin chanqatadi ham u. Chanqatadi. Bular garbonoslar o'ta kelishgan toza nasllar qo'chqorlar ekan. Mana bo'lsa, kanalga yana obuna bo'lsa. bo'lgan akalar xudo xolosa bularni sotuvga chiqaryapti ham sizlarga taqdim etib ko'rsatamiz. Xudo xolosa kimga shunaqasidan kerak bo'lsa, mana shu kanalga obuna bo'lib, telefon nomerlarini ham qoldiramiz. Saqlanib qo'yishlaring mumkin akalar. Sotuvga chiqayotib ham chiqadi mana shu kanalga. Kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'linglar. Yangimiz obuna bo'lib qo'yinglar, xudo xolosa sizlar uchun chiroyli video obzorlarni qilib berishga harakat qilamiz. Biz qo'ylarni bo'ybastlar ham hammasi bir xilda ekan-a. Hammasi Akmaljon hozir bo'ybastlari 75. Ha. Xudo xolosa bular biz sotuvga chiqarganimizda 90-95 atrofiga boradi. 1 metrga yaqinlashib qolganda o'zi. Hozir o'sishga keldi-da. Ha. Xudo xolosa bular yozgacha boqamiz. Yozda 80-85 bo'lib ketadi. Ha, katta top ketadi-da. Xudo xolosa Gigant qo'chqorlar bo'ladi, xudo xolosa bu qo'chqorlar. Chunki bular go'shlanishga boqilgan yo'q-da Akmaljon. Zotga-da endi bular hammasi. Boqilyapti. Dumbalarning razrezlarini ko'rsatingda. Razrez. Bitta formada terilgan qo'y hammasi. Mana busini qarang. Hammasi bir xilda standart tikka ayri dumba. Birortamda solpi osilgani yo'q jonivorlarda. Qo'ylarni garbonoslari ham o'ta kelishgan. Hammasi zoti bor qo'ylar. Shuning uchun u bir yil boqib qo'y qilib olib yuraman. Zotga ko'paytiraman deganlarga. Sotishga harakat qilamiz, xudo xolosa. Ana ularni qarang. Tikka ayri dumba. Illiklarini qarang, baquvvatligini. Jonivorlar shu kelajagi bor narsalar ekanda. Shu bilan akalar bugungi videomiz yakunlaymiz. Xudo xolasa bugunga shularmi endi? Hop, hozir videomiz ozgina qisqacha bo'ldi. Chunki hech vaqt yo'q. Ertaga xudo xolosa obeddan keyin soat Kechki yemini 4:30 5larga chiroyli qilib video obzor qilamiz. Yem qanday beriladi, hashakni qaysi bet berish kerak, qanaqa qilib boqish kerak, qanaqa qo'y olib boqish kerak. O'shalar haqida ham o'zimiz bilgancha chiroyli qilib ma'lumotni berib o'tamiz. Akalar videoda kamchilik bo'lgan bo'lsa yana uzr so'raymiz. Mana shu kanalimiz rivoj uchun shu paytgacha ko'rgan bo'lsalar akalar bittadan like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolosa bundan ham chiroyli qilib obzor qilishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaning chorvasiga Alloh baraka bersin.